Mana shu ishlaydiganlar hammalariga omadlarini bergin. Grejam esimdan chiqib ketdi. Davolanish lichinalariga gap yo'q. Billarim yaxshi bo'lyapti. Men Jizzaxga bordim, lekin bunday nimani ko'rgandim. Bunday xolajon, birinchi kelgan kunlaringizda og'riqlardan shikoyat qilib kelgandingiz. Tizzam og'riydi, belim og'riydi, ko'p yura olmayman, tika tura olmayman deb. Hozir qanday o'zgarishlar bo'ldi? Eldorjonni klinikasini bag'ri keng bo'lsin. Inshaalloh. Juda yaxshi ekan. Hamma tomonlama yaxshi, oyoqlarim og'riq yaxshi, bellarim yaxshi bo'lyapti. Davolanish lichinalariga gap yo'q, ovqatlariga gap yo'q. 4 mahallan ovqat berishyapti. Belim ham yaxshi, grejam esimdan chiqib ketdi. Oyoqlarim, tizzalarim yaxshi. Harakatlaringiz erkin bo'lib qoldi. Harakatlarim erkin. Yurayapsiz kelganingizda. Borlaringizga shukr. Davlatlar ziyoda bo'lsin. Sizlarni davoyimizdagi davolarni olganmisiz? Yo'q. Farqi bormi boshqa joydagi davolar? Farqi bor ekan. Nasib bo'lsa sizni natijangizdan juda ham xursandmiz. Sog' bo'ling. Ey Allohim, ey Rabbim, mana shu yerga seni buyruqingdan kelibman. Mana shu kishilarni, mana shu klinikasiga dam shifo izlab keldim. Shifo bering Allohim, shifo bergin. Mana shu yerga ishlaydiganlar hammalariga omadlarini bergin, baxtlarini bergin. Qo'sh chaqarib farzandlar ko'p pala bo'lib, shularni yaxshilik kunlariga sherik bo'lishini Allohim yassir aylagin. Amin.